Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hop, do'konimizdan obzorlarimizni davom ettiramiz. Ko'rib turganlaringdek, tapichka mavzusini davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz kamarli tapichkalar haqida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, kamarli tapichkalar odatda podiyomlik, o'sha podiyumi keng bo'lgan oyoq kiyimlar hisoblanadi. Bu oyoq kiyimlarimizni ichlari chuqur, kiyganda ham podojlari balandgina. Bemalol misol tadbir bo'ladimi, o'sha yengil elpilarga ham bemalol kiysa bo'ladigan modelimizdan o'rtasiga ikkita o'sha kamar ikkili kamar bilan tortilgan. Kachtivalari yaxshi, xizmatlari juda chiroyli. Bemalol yengil, oyoqdan ham bilinmaydi, borligi ham bilinmaydi. Hop, razmerlariga kelsak, 40 dan 44 gacha bo'lgan razmerlarimiz bor. Koreshnevoy to'qsvetdek rangi bu. Uni yonida esa och rangi hisoblanadi. Mana. Ob'yomni ham ko'rib turibsizlar, 44 razmerini ko'rsatyapmiz, hurmatli obunachilar. Ob'yomlari katta, betli oyoq kiyim tapichka hisoblanadi. Hop, qoraroq modelini kiyaman deganlar uchun qora modelini ham olib kelib qo'yganmiz. Kachtivalari zo'r. Oyoqda ham xuddi qimmatdek turadi, lekin juda arzon oyoq kiyim hisoblanadi. Bunimizning narxi 95 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan obzor qilyapmiz. Manzillarimizni aytadigan bo'lsak, juda ma'qul bo'lgan oyoq kiyim hisoblanadi. Mana skrinshot qilib olishlaring uchun bir qator uzmasdan ko'rsatib qo'yyapman. Ko'rimlari juda chiroyli, xizmatlari yaxshi. Hop. Bundan tashqari bu modelimiz ham bor. Ko'rishlaring mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Kachtivalari yaxshi. Ichlariga o'sha juda baquvvat kilaydan foydalanilgan. Turetskiy. Ko'rishlaring mumkin. Endi juda sifatli ishlangan. Ob'yomlari ham chiroyli. Skromniy oyoq kiyim hisoblanadi. Hop, bizga obuna bo'linglar, like bosinglar, videoga like bosib, kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor.